Assalomu alaykum. So'nggi kunlarda dunyo siyosatida ochiq aytilmayotgan, ammo jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan yashirin qarorlar haqida gaplar ko'paydi. Bu qarorlar AQSh va NATO bilan bog'liq. Ular nimani rejalashtiryapti? Va bu qarorlar dunyo xavfsizligiga qanday ta'sir qiladi? Bugun shu savollarga javob izlaymiz. Yashirin qaror nima? Yashirin qaror deganda rasmiy bayonotlarda ochiq aytilmaydigan, lekin amalda bajarilayotgan harakatlar tushuniladi. So'nggi paytlarda AQSh va NATO tomonidan harbiy faollik oshirilmoqda, yangi harbiy joylashuvlar ko'zga tashlanmoqda, ittifoqchilar bilan yopiq uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Bu esa savollarni ko'paytirmoqda. Nega aynan hozir? Mutaxassislar fikricha bu faollik tasodifiy emas. Geosiyosiy vaziyat keskinlashgan, bir nechta mintaqalarda to'qnashuv xavfi oshgan. AQSh va NATO bunday vaziyatda oldindan harakat qilishni afzal ko'rmoqda. Ammo bu harakatlar boshqa tomonlar tomonidan provokatsiya sifatida qabul qilinmoqda. Ukraina omili. Bu yashirin qarorlar markazida Ukraina masalasi turibdi. AQSh va NATO Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirmoqda. Rossiya esa buni o'z xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid deb baholayapti. Aynan shu nuqtada keskinlashmoqda. AQSh va NATO nimani maqsad qilmoqda? Tahlilchilarga ko'ra, AQSh va NATOning asosiy maqsadi o'z ta'sirini saqlab qolish, ittifoqchilarni himoyalash, raqiblarning harakatini cheklash. Biroq bu strategiya har doim ham ochiq aytilmaydi. Shu sabab yashirin qarorlar haqida gap ketmoqda. Xavf qayerda? Asosiy xavf shundaki, yashirin qarorlar noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Bir tomon buni himoya desa, boshqa tomon tahdid deb qabul qiladi. Bu esa keskinlikni yanada kuchaytiradi va kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Dunyo qanday reaksiya qilyapti? Xalqaro hamjamiyat bu jarayonni diqqat bilan kuzatyapti. Ba'zi davlatlar muzokaralarga chaqirmoqda. Boshqalar esa harbiy tayyorgarlikni kuchaytirmoqda. Bu esa shuni ko'rsatadiki, yashirin qarorlar butun dunyoga ta'sir qilmoqda. Xulosa qilib aytganda, AQSh va NATO tomonidan qabul qilinayotgan yashirin qarorlar global xavfsizlik masalasida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Bu jarayon qayergacha boradi, buni vaqt ko'rsatadi. Ammo bir narsa aniq. Dunyo yana bir muhim burilish arafasida. Siz nima deb o'ylaysiz? AQSh va NATOning bu harakatlari xavfsizlikni mustahkamlaydimi yoki keskinlikni oshiradimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Dunyo nigohi kanaliga obuna bo'ling. Dunyoga boshqa nigoh bilan qaraymiz.